Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulihi Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Agar da biz biror yerda ishlasak, bizga biror ish qo'shalar ekan, biz uni o'targa tirishamiz. Bunda bir nindi falsafaga berilmaydi. Chunki qo'shdilar ishlaysin, ishlamasan ishdan chiqaralar. Armiyada prikaz beralar ekan, boshdan prikazni o'taymiz, anlari fikrlaymiz. Shunday bir nindi falsafaga berilmaymiz. Lekin qiziq shul, bu dunyoda bo'lgan начальниклар, ular bizga mana bu dunyo bilan beylangan amirlar beradilar. Bu dunyo bilan beylangan. Ham biz ularni o'taymiz. O'tara kerakmi deb aytmayman. O'tara kerak albatta, chunki kelishuv tuzilgan. Amina Alloh subhanahu va taolo aytganda, Allohning amri bu dunyoga tugul, oxiratda o'z ishini oladi. Demak, agarda Alloh qo'shdi ekan, biz sami'na va ata'na, ya Rabbim seni eshitdik, sening amrini o'taymiz deb o'targa tegishmiz. Agarda bu masalada ixtilof yo'q ekan, biz uni o'targa tegishmiz. Bir narsa indashmaydi. Ham Alloh subhanahu va taolo An-Nahl surasida 90-oyatda ayta: "Innalloha ya'muru bil adli." Alloh taolo bizga ish narsani, bizga yukli. Ish narsani. Haqiqatda Alloh subhanahu va taolo sizga amr eta, adilli bo'lirga. Eng birinchi narsa adillik. Adillik to'g'risida so'rashganda ikki tur bor. Birinchi adillik ul Alloh subhanahu va taolo qarata. Bu eng birinchi. Narsada ul Allohga adillik deganda, Allohdan boshqa ilohi yo'q degan so'zlarga iymon keltirib, Allohga ibodat qilirga. Anga tengdosh keltirmishi. Bu Allohga qarata adillik. Endi Allohning qullarına, Allah yaratgan kishilarga qarata adillik, hayvonlarga bo'lsinmi, ul ularning haqlarini ularga beruvda. Ularning haqlarına xiyonat qilmovda. Xotining bo'lsinmi, ering bo'lsinmi, bolang bo'lsinmi, ko'rshing bo'lsinmi, hatto bilmagan kishi bo'lsin u. Onun haqqini biz o'targa tegishmiz, ham shunlarda ul adillik bo'lacak. Bunda millatda muhim tugul, kishining jinda muhim tugul. Kishi onun millatini da jinni da qaramasdan onun bilan adilli bo'lirga tegish. Bu birinchi sifat. Innalloha ya'lamu bil adli wal ihsani. Ihsanni eskatisham sizni bilasiz. Anta'budulloha ka'annaka tara. Allohga uni ko'rgan shekilli ibodat qilu. Bu ihsan. Lekin buni buldira olmasan, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Buni buldira olmasan, bil shuni Alloh taolo seni ko'radi. Qoydagina sen bo'lmaysan. Shul ravishda amalingni qil, ibodat qil. Allohni ko'rgan shekilli, ya Alloh taolo seni ko'ra ekanligini unutmaysa. Shuni gil sekund sayin bila turib. Ham agarda biz shuni esda tutsak, qardoshlarim, butun so'zlarimizda, amallarimizda to'ya boshlaydi. Va itaydil qurba, ikkinchi sifat, ikkinchi amr Allohning. Nasabna amrli, yaqinlarimizga, tuğanlarimizga qarata yordam etu, bo'lak beru. Bu ne ishing? Bo'lak beru, yordam etu tuğanlıkni izidan yiroq qila. Ya'ni tuğanlıkda Alloh subhanahu va taolo oldida büyük zo'r o'rin olib turadi. Eng birinchi bu aning achiyin, abiying, ining, opang. Biz ular bilan eng birinchi ilmtani izmasga tegishmiz. Ham agarda biz bu ish amrini o'tasak, savobli bo'lamiz. Agarda o'tamasak, bila turib, albatta qiyomat kuni Alloh taolodan javob berga to'g'ri kelajak. Lekin ikkinchi ish narsa bor. Alloh taolo shulay bizga ish narsani tiya. Shuluq oyatda. Va yanha anil fahsha. Alloh subhanahu va taolo tiya, bizga harom eta narsani buzuqlik qilu. Ya'ni amalda bo'lsinmi, so'zda bo'lsinmi, buzuqli so'zlar, amallar qildan Alloh taolo bizga narsa yiroq bo'lirga qo'sha. Bu bir. Wal munkar. Munkar ul Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lmagan ishlarni qilu. Bizning asl maqsadimiz Alloh subhanahu va taolo ibodat qilu. Shokira qoydagina sen bo'lmaysan, sening amaling ham so'zing Alloh rozi bo'lgan so'z bo'lirga tegish, ham Alloh rozi bo'lgan amal bo'lirga tegish. Nasab bilan birga, niyat bilan. Niyatimiz Alloh subhanahu va taolo rizolishi bo'lirga tegish. Ya jannatga lagu, ya jahannamdan yiroq bo'lu. U shu bir niyat endi. Wal baghi. Wal baghi qizim qardoshlarim, ul yovuzlik qilu. Boshqa kishilarga qarata yovuz bo'lmau, ularga zulmlik keltirmau.
Димәк, Аллаһ Тәала эш нәрсә безгә куша, эш нәрсәдән безне тыя. Шунда бер нәрсә кызык бар. Әгәр дә үтәп яшәсәк, бу дөньяда да файда булачак, ахирәттә дә без отабыз. Әгәр дә үтәмичә яшәсәк һәм гөнаһларны кылсак, үзебезгә дә бозыклык, зөлемлек китерәбез бу дөньяда. Һәм ахирәттә дә кыямәт көнне нишибез, кардәшләрем, хәсрәттә булачакбыз. Бу дөньядан киткәндә тәүбә кылмыйча китсәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә, кардәшләрем, Аллаһка итаат итеп яшәргә насыйп итсә иде. Чөнки итаат ул бәхет, итаат ул бәхет бу дөньяда гына түгел, ахирәттә дә шулай ук. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.